Demak, biz mostga chiqishimiz kerak. Mana shu oddiy velosipedda. Oddiy velosipedda minuslardan bittasi mana shunaqa mostlarga chiqayotganinglarda og'irlashib qoladi pedalni aylantirish. Qancha ko'p chiqishga qiynalgan bo'lsanglar, chiqishda shunchalik ko'p mazza qilasizlar. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Toshkent Velokuryer. Mening ismim Sevinch va men Uzum tezkorda kuryer bo'lib ishlayman va oddiy velosipedda ishga chiqaman. Bugun men sizlarga bu videoda oramizda yangi bo'lgan kuryerlarga, kuryerlikka birinchi marta chiqayotgan odamlarga qanday qilib to'g'ri ishlash, jarimaga tushmaslik uchun nimalar qilmaslik kerak, nimalardan qochish kerakligini shu videoda ko'rsatib o'taman. Smenani boshlashdan oldin birinchi zonaga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana men ko'ryapsizlar, zonaga kirib ozgina qolganda yetib kelganman va endi smenani boshlash uchun foto nazoratdan o'tish kerak bo'ladi. Mana va rasmni jo'natamiz. Mana bu yerda aytyapti, mana rasm tekshiruvga muvaffaqiyatli jo'natildi. Va bizning smena boshlandi. Biz zakaz olishimiz uchun zonamizning markaziga borishimiz kerak. Markaz esa bizda hozir Oloy bozor turibdi. Men hozir Minor metrodaman. Endi esa smenamizning markaziga boramiz. Birinchi navbatda kuryerlikka endi chiqqan odamlarga oddiy velosipedni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu ishda hali ishlab ko'rmasdan oldin juda qimmat bo'lgan velosipedni arendaga olish xato. 1-2 hafta davomida shu ishda ishlab, bu ishda ishlay olishingizga ko'zingiz yetgandan keyin bemalol elektrovelosiped arendaga olsangiz bo'ladi, chunki elektrovelosipedda anchagina ko'proq daromad qilish mumkin. Avayski bozorga keldim, ya'ni meni ish boshlash nuqtam. Va aynan shu yerda birozdan so'ng menga zakazlar tushishni boshlaydi. Men ularni sizlarga qanday olishni va mijozga qay tarzda to'g'ri yetkazishni tushuntirib beraman. Kuryerlik bu faqat bo'sh vaqtda qilinadigan mayda-chuda ish sifatida qaralmasligi kerak, chunki kuryerlik bu mas'uliyatli ish. Siz birovni pul to'lagan mahsulotini o'zi istagan holatda yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni vaqtlarga e'tibor berish kerak. Ha mayli 5 minut kechiksa hech narsa bo'ladi degan narsa emas, chunki bu sizni programmadagi, ya'ni Uzum tezkor ilovasidagi reytingingizga ham ta'sir qiladi va sizga minuslar tushib, qanaqadir jarimalar tushishni boshlaydi. Agar siz hamma narsani o'z vaqtida va to'g'ri yetkazib bersangiz, hech qanaqa hozir menda zakaz. Xo'p, zakazni olamiz. Mana Apex Pizzadan bizga zakaz tushyapti. Buyurtmani qabul qilish. Bizning bu zakazimiz hozir C1da tushgan, ya'ni O'zbekiston Ovozi ko'chasida. Endi esa bu zakazga yetib borishimiz uchun bizda 6 minut vaqt berilgan. C1 esa bizdan taxminan 1,5 kilometr uzoqlikda. Hozir shuni men sizlarga aniqlab ko'rsataman. Shu vaqt ichida oddiy velosipedda 1,5 kilometrcha bosib, kelinglar hozir aniqlashtirib olamiz. Bizning zakazimiz C1da tushgan, O'zbekiston Ovozi ko'chasida. Hozir bizda 6,5 minut vaqt berilgan. Bizda 1-2 kilometr masofa bor. Shu masofani mana shu vaqt ichida bosib o'tish mumkin yoki yo'qligini men sizlarga ko'rsataman. Chunki ko'pchilik aytadi, oddiy velosipedda restoranga borish uchun juda kam vaqt beradi deb. Unaqa emas o'rtoqlar, chunki restoranga ham, mijozga ham beriladigan vaqt menga har doim yetgan, hatto ortib ham qolgan. Menimcha 5 minut ichida 1,5 kilometr bosib o'tish oddiy velosipedda qiyin emas. Skuter va elektrovelosipedlarda bu уже menimcha muammo emas. 2 daqiqada bosib o'tsa bo'ladigan yo'l hisoblanadi. Uzr, telefonim kir ekan. Ko'rishinglar mumkin, men hech qanaqa lokatsiyasiz ketyapman. Chunki tajribali kuryerlar qaysi restoran qayerda ekanligini 70-80% yaxshi biladi. Yangi kirganlar uchun esa geolokatsiyaga kirib, marshrutni tuzib, bemalol yetib olishga ham imkoniyat bor. Bizda 2 daqiqa vaqtimiz qoldi. Sizlarga bitta layfhak aytaman. Geolokatsiyaga qarab ketayotganinglarda sizlarda necha kilometr yoki necha metr qolganligini ko'rsatadi restoranda. Aynan yetib borgandan keyin men restorandamanni bosishinglar shart emas, chunki 300 metr qolgandan keyin bemalol men restorandaman degan knopkani bosishinglar mumkin. Faqat 300 metrda oladi.
faqat 300 metrda oladi, chunki undan uzoq kilometrda siz hali restoranga yetib kelmadingiz deb belgilaydi. Restoranga yetib bora olmay qolsanglar ham 300 metr qolgan paytda sразу men restorandaman deb bosdinglar, minusga kirib qolmaydi vaqtinglar va bu sizlarga hech qanaqa jarima ham olib kelmaydi. Vay молодец, забавляем. 15.99. Restoranga kelgandan keyin nomeri, mana bu reshotkali nomeri oxiridagi 4 ta raqamli, ya'ni 15.99 deb aytasizlar. Agar zakaz tayyor bo'lmagan bo'lsa, uni bemalol kutib turishingiz mumkin. Buyurtmani olib bo'lgandan so'ng buyurtmani olish tugmasi chiqadi. Buyurtmani olayotganda hamma narsasini tekshirib olish kerak. Menda ikkita kichkina pitsa edi. Ularni sumkamga joylab bo'ldim. Sizlarga klientga berayotgan paytda to'liq ko'rsataman. Hammasi to'g'rini bosgandan so'ng marshrutni tuzish chiqadi. Bizda 18 minut vaqt berilgan, demak bu kamida 2 kilometr yoki undan oshiq hisoblanadi. Mana men aytganimdek 2 kilometr. Mijozni uyiga borishdi. 4 kilometr bo'lib ketdi, yaxshi. Xo'p, bizda 3-7 kilometr bor va 18 minut vaqtimiz. Manzil tushunarli. Mana bu narsani 2 marta ko'rsatganligi uchun shunaqa ko'rsatyapti. Demak, biz mostga chiqishimiz kerak mana shu oddiy velosipedda. Veligim buzilib qolganda, bilasizlar, veli ustalar ham ancha pul turadi, lekin men Rent Marketdan olganman bu velini. Rent Marketda velilarni bergandan keyin pulli komplekt qilib beradi. Fonar, signal, nasos, telefon ushagich, hamma narsani beradi va veli buzilganda bepul servis xizmati ham bor. Bepul tuzatib beradi. Oddiy velosipedda minuslardan bittasi mana shunaqa mostlarga chiqayotganinglarda og'irlashib qoladi pedalni aylantirish. Shu qiyinchiligi bor, lekin buni ham eplab ketsa bo'ladi. Men epladim, sizlar ham eplaysizlar o'rtoqlar. Mana hozir men sizlarga nima uchun 2 kilometrli yo'lni 5 kilometr ko'rsatganimni tushuntiraman. Chunki men bu yoqdagi mostni takoy o'zicha kesib o'tishni emas, borib qaytib anaqa razворот qilib kelishni aytyapti bu yoqda. Biz velida, biz mashinada emasmiz, shuning uchun mana bu yo'lni bemalol kesib o'tsak bo'ladi. Mana hozir men bu 2 marta borib kelgan yo'lni 2 marta aylamaymiz, 1 martada boramiz va men bu yoqda peshxoddan bemalol o'tsak bo'ladi. Bizda hali 9 minut bor, bu degani 9 minut ichida bemalol 3 kilometrni bosib o'tsa bo'ladi degani. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir geolokatsiya ham o'zidan o'zi to'g'rilanadi degan umiddaman. Ko'rgan bo'lsanglar, bizda 320 metr qoldi dedi, boya 1,5 kilometr edi. Aytganimdek 5 minut qolganda men mijoz manziliga yetib keldim. Hozir boya sizlarga ko'rsatish esimdan chiqibdi. Qaranglar, menda 74 metr bor va bemalol men mijoz manzildaman deb bosishim mumkin. Kimda bu kichkina pitsa bo'lganligi uchun bemalol shu holatda sig'gan edi sumkamga. Hozir buni mijozga topshiramiz. Qancha ko'p chiqishga qiynalgan bo'lsanglar, tushishda shunchalik ko'p mazza qilasizlar. Kepkam tushib ketmadi, chunki sochim ushlab qoldi. Oylar. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, keyingi buyurtmamiz Maxway'dan tushgan Shota Rustaveldagi Grand Fir gostinitsani oldidagi. Men hozir Fidokor ko'chadaman, eski nomi Chexov bo'lgan. Negadir kameram fokusi qochib qoldi. Hozir bu zakazni olishga boraman va mendan juda uzoqda emas, menimcha 1,5 kilometr chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin, men hali restoranga yetib kelmadim. Lekin bemalol men restorandaman deb bossam bo'ladi, chunki 200-300 metrdan kam masofa qolgan. Bizda zakaz ichini ko'rish uchun nimalar borligini, klab sendvich va sos chesnochli. Bu yerda ichimligi yo'q ekan. Zakazni olayotganda va uni topshirayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Maxway va men
Maxway'daman. Ba'zi restoranlarda shunaqa oynalardan olsa bo'ladi zakazlarni. Ba'zi restoranlarda esa faqat ichkaridan kirib olsa bo'ladi. Bizda zakazning ID'si 1895. Assalomu alaykum. 1895. Necha? 1895. 18.95 tayyormi? Bizda zakazimiz 43 ming so'mlik. Va olayotganda chekni ko'rib olamiz. 43 ming bizning zakazimiz demak to'g'ri. Zakazimizni sumkamizga qo'yamiz va yopib uni mijozga olib boramiz. Yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, buyurtma karta bilan to'langan, ya'ni biz mijozdan pul olmaymiz. Mijozni oldiga ketishimizdan oldin birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish manzilni ko'rib olamiz. Bu yerda domni nomeri, pod'ezd va xonadonni nomeri ko'rsatilmagan bo'lsa, demak bu yoki ofisga yoki mehmonxonaga bo'ladi. Mana bu yerda Ventum Plaza'da mijozdan izoh qoldirilgan. Ishni boshlashdan, ya'ni yo'lga chiqishdan oldin o'shanga e'tibor berish kerak, чтобы yetib borgan paytda dommi bu, ofismi bu adashib chalkashib ketmaslik uchun. Mijozni manzilga kelganimizdan so'ng buyurtmani olib uni kutib turamiz. Aytganimdek, zakaz mana shunaqa xonadonda tushsa, mana bu yerda pod'ezd, dom va qavatni raqamlari bo'ladi. Va men mijoz manziliga yetib keldim. Unga qo'ng'iroq qilish mumkin yoki mijozni o'zi ham menga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Navbatdagi zakazim esa Mirabad Avenue'dan tushgan. Va men uni yetkazib berishga keldim. Undan keyin yana mana zakazim bor, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikkita buyurtma. Ikkinchi buyurtmamiz Domino's Pizzadan tushgan. Birinchi buyurtmani topshirganimizdan keyin bizga orada 30 sekund tanaffus beradi. Чтоб biza domdan tushib, yana qaytib yo'lga tushishimiz uchun. Xohlasak uni kutamiz, xohlasak o'zimiz va mana ikkinchi zakazimiz ham shu atrofda, Domino's Pizza shu yerda. Va endi unga yo'l olamiz. Bizga Domino's Pizzadan 49 minglik zakaz tushgan. Chekni ko'ramiz. 49 ming va uni mana shu tarzda joylaymiz. Chunki bizda kichkina pizza. Va shu bilan mijozga yo'l olamiz. Oxirgi buyurtmamni ham topshirdim va mani smenam tugadi. Oddiy veliklarni boshlanishiga yaxshi dedim. Lekin Rent Marketdan, ya'ni men veligimni olgan joydan ham oddiy velik, ham elektroveliklarni olishingiz mumkin. Arendaga olishni nimasi qulay? Chunki siz viloyatdan bo'lsangiz, masalan, velosipedni uzoqga olib bora olmaysiz va ta'mirlashga o'zingiz pul sarflashingiz kerak bo'ladi. Ana shunaqa sifatli veliklarni yaxshi takliflar bilan faqatgina Rent Marketdan olishingiz mumkin. Qisqasi o'rtoqlar, siz oddiy velikda bo'lasizmi yoki elektrovelikdami? Nimada bo'lishidan qat'iy nazar, ish boshlashdan oldin uni yaxshilab o'rganib chiqish shart. Mana esa smenam tugadi. Sizlarga aytgan ma'lumotlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videoda ham xuddi shunaqa foydali ma'lumotlarni bo'lishib boraman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.